Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Bu olamdagi har bir insonning jahannami har xil. To'xta! Amerikalik antropolog Edward Hall shaxsiy maydonni to'rtga ajratgan. Va ulardan bittasi intim. Unga faqatgina yaqin odamlar kira oladi. Bunaqa masofadan qarshindagi odamni nafasini seza olasan. Unga tushish esa juda ham qiyin. Voy, juda ham qattiq ekan. Bundan tashqari, istisno holatlari ham bor. Menga imshora. Masalan, ko'chada Lili qizni ko'rmadinglarmi? odamlarni intim hududiga juda ham yaxshi kira oladi. Shunaqa bo'lsa ham, Sakura uni hududiga qabul qilmadi. Chunki u atrofdagi odamlardan juda ham qattiq qo'rqadi. Mana nimaga? Uni nigohi pastga qaragan. キラリチョウが飛んでた砂ぼこりが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れたにらめる星は落ちないとやめて捕まえようこの場所から遠ざかる群青の下で陽動が罠を張る部屋に針が落ちる日陰で日差し交わるエントロピーが満ちてく制限的自由の中で君はどう生きるのかって問われたみたいだステップバイステップ少しずつ掴み取るんだ光は変化は怖くない瞬間を遂げよう這い上がる何度でも空はいつでも待っている僕らは地球って部屋を歩く旅人 Men bilan borishinglarga to'g'ri kelgani uchun uzr so'rayman. O'zim men uzr so'rashim kerak. Mana deb sana kameram buzildi axir. Hammasiga men aybdorman. Elektronika do'koniga fotoapparatini to'g'rilatish uchun bormoqchimisan? Yaxshi, tushundim. Lekin men sen bilan borib nima qilaman?これはダメだな。そうか。 tushunarli, batareya tegmayapti. Umuman ham. Kafolatchi, kafolat. Kafolat qog'ozini olganmiding? Aga, talon muddati hali tugamabdi. Bu uzilgan qismni tekkinga almashtirishi mumkin. Endi tushundim. Nima uchun Sakuraga yordamimiz kerak bo'lganini. Menimcha uni son bilan yengmoqchi. Qancha vaqtda to'g'rilab berasiz? Menimcha 2-3 kun ketsa kerak. Kafolatli ta'mirlash uchun ariza. Bizga manzil ism va sizni telefon raqamingiz kerak. Sakura-san. Maylimi man? Fotoapparatni sotganingizdan keyin iltimos men bilan bog'laning. Sen nima qilasan? Axir kamera unga tegishli, shunday emasmi? Bunaqasi mumkin emas. Ishlab chiquvchining kafolatnomasi, fotoapparat xarid vaqti va joyini tasdiqladi. Menimcha bularning hammasini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz, to'g'rimi? Yana qanaqadir savolingiz bormi? Agar yo'q bo'lsa, biz shoshilayotgandik. Aminmisan?
Unda mayli. Ana. Yordamingiz uchun kattakon rahmat. Aytdim-ku, hammasi mana deb bo'ldi. Sakura, eshit. Biz bilan bemalol gaplashishing mumkin, xo'pmi? Axir sinfdoshmiz-ayu. Sakura, bunaqa rasmiy gaplashishing shart emas. Kecha tushundim. Harakat qilaman. O'zingni qiynashing shart emas. Yaxshi. Hozir kelaman. Aylanib keling. To'g'risi ozgina noqulay bo'pti. Nima bo'ldi, Sakura? Nimadir aytmoqchi? Ana. Ayana Koji. Nima deb o'ylaysan? Nima qilsam ekan? Sudo haqidamisan? O'zing to'g'ri deb bilgan narsani qil. To'g'ri deb bilgan narsam. Ha, Agar yetmasam, afsuslanaman. buni menga nimaga aytyapsan? Sani ko'zlaring qo'rqitmaydi. Ko'zlarim? Kechirasan. Tushuntirishim qiyin. Agar senga maslahat kerak bo'lsa, bunga qo'shida ko'proq mos keladi. U ham sen bilan. Bu intuitsiyami? Unga yordam berganiga qaramasdan, baribir qo'shidagi to'liq ishonmadi. Odam tanlashni bilar ekan. Sen boya agar yetmasam afsuslanaman deb aytding. Unda o'ylashimcha shu sabab o'zi yetarli. Sudo uchun, Koshida uchun va sinfdoshlarimiz uchun bu fikrlaringni yo'qotganing ma'qul. Ulardan voz kechish kerakmi? Keyin bu uchun o'zingni ayblashing shart emas. Faqatgina o'zing uchun hayotda yashashing kerak. O'zim uchun. Shuni o'zi yetarli. Kechirasizlar, uzoq qolib ketdim. Keldingmi? Xo'sh, menimcha bugunga yetadi. Xo'p, mayli, kech bo'lib qoldi. To'g'ri. Ayana Koji, kechroq xonangga o'taman. Ha? Kirvanman. Mana xonimni senga nima kerak bo'lib qoldi? O'tgan safar internetdan mana buni topdim. Kimnidir eslatmayaptimi? Bu Sakurami? Bu rasmga qarab u aniq Sakura deb aytolmayman. Lekin u turgan xona bizanikiga o'xshar ekan. Bu aniq-u. Bundan tashqari, Sakuraga soxta ko'zoynak nimaga kerakligini umuman tushunmayapman. Soxta? Linzalar nurini sindirmayotgandi. Unda u yuzini berkitib olganmikan? Shuning uchun guvoh bo'lishdan bosh tortdimikan? Yangi xabar. Bu Sakura. Qani? U sud ishida yordam bera olishini aytibdi. Sayohatimiz bekor ketmabdi. U bizga ishonganidan xursandman. Lekin nimaga? Ey. Ayana Koji. Mendan nimanidir berkitib olsammi? Ushbu animeni faqatgina Ani bilan o'qitib o'zinglar vosita tomosha qiling. Bir D va bir C o'rtasida sud muhokamasi o'tkazilishi haqida ogohlantirish jo'natdim. Tushunarli. D sinfi. Ha? Nima bo'ldi? Dam olish kunini Koshida bilan o'tkazdingmi? Ha, biz Sakuraga yordam berdik. Lekin baribir u ish haqida nimani bilishini aniqlamadik. Xo'sh. Yana nima? Nima bo'lishi kerak? Sani yuzing nimadir noto'g'ri ekanligini ko'rsatyapti. Yo'q. Menimcha unaqa emas. Yuzim o'zi shunaqa. Ammo bunaqa tamagir bo'lib ulgurganingga hayron qoldim. Yordam so'raganimda shubhalanasan. Koshida so'rasa darrov yordam berasan. Bunaqa o'zgaruvchanlikka sabab nima ekanligiga juda ham qiziqyapman. Ha, mayli. Aniqmi?
Bundan ham muhimrog'i, talabalar kengashi Sudoni eshitish kunini belgiladi. Qachon? Bugun, darsdan keyin. Talabalar kengash xonasi. Bugun sizlar bilan ikkala sinfga aloqador bo'lgan seshanba kunidagi voqeani muhokama qilamiz. Men Tachibana, talabalar kengashi kotibasi sifatida eshitishga tayyorman. Qandaydir ishkalni hal qilish uchun talabalar kengashi prezidenti o'zi keldimi? Mo'jizalar bor ekan. Tig'iz jadvalim tufayli ba'zi muhokamalarni o'tkazib borishimga to'g'ri keladi. Lekin qoidalar bo'yicha qatnashishim kerak. Demak, shunchaki tasodif. U bu yerda prezident ko'raman deb o'ylamagandi. Demak, Horikita o'zini butun potensialni ko'rsata olmaydi. Sizlarni gapinglarni eshitib qaysi biri haqiqatga yaqinligini bilmoqchiman. Boshlasak bo'ladimi? Ha, iltimos. Komiya va boshqalar. Sizlarni gapinglarga ko'ra, Sudo sizlarni maxsus binoga olib chiqib kaltaklagan. Sudo buni inkor qilyapti. Uni gapiga ko'ra aslida u yo'lga uni Komiya chaqirgan. Sizlarni gapinglar bir-biriga teskari. Biz ishonishimiz mumkin bo'lgan. Yagona narsa bu Sudo Komiyani Kando va Ishizakilarga tan jarohati yetkazgan. Ular jabrlanuvchi. Ularni urganim imkon qilmayman. Lekin ular birinchi boshladi. Muhokamani oxiri berk ko'chaga kirib qolishiga yo'l qo'yish kerak emas. Sudoni aqldan ozishiga yo'l qo'yib berish kerak emas. Aldavotsan, men o'zimni himoya qildim. Asosiy jamoa ro'yxatidaligimga hasad qilyapsanmi? Basketbol bo'yicha mashhur. Tinchlik saqlanglar, iltimos. Yangi guvohlar va dalillar yo'qligi uchun ishni boricha ko'rishimizga to'g'ri keladi. Hamma rozimi? Muhokama qilishga hojat yo'q edi shekil. Jabrlanuvchilarning jarohatlariga ko'ra, ularga faqat bir tomonlama zo'rlik ishlatilgan. Menimcha hukm chiqarish uchun taxminlarga ishonishga majburman. Sudoni jarohati yo'qligi va Ishizaki hamda sinfdoshlarini holatini hisobga olib, D sinfi da'vosi Yana nima? Bo'ldi, qisaychi. Birozgina oldin kimdir xayol surayotgan edi. Lekin kuchli jismoniy stimul uni tezda o'ziga keltiradi. Agar hech nima qilmasang, bizni aniq yutqazamiz. Uzr so'rayman. Janjal qatnashuvchilarini so'roq qilishni xohlardim. Ruxsat berasizmi? Prezident Ruxsat beraman. Sudo sizlarni maxsus binoga qaysi maqsadda chaqirdi? Javob beringlar. Darslardan keyin men bilan gaplashmoqchiligini aytdi. O'shanda maxsus binoda Ishizaki bilan nima qilyotdinglar? U basketbol jamoasi asosi emas. Uni u yoqda bo'lishiga sabab yo'q edi. Men uni ehtiyotkorlik sifatida oldim. Ehtiyotkorlik? Sudo tinch yurmasligi haqida hamma biladi. Va unchalik kuchsiz emas. Demak, u sizlarga hujum qilishini bilgansizlar. Shunaqa. U bu javobini yodlagan ekan. Aynan shu sababli o'rta maktabda kuchli jangchi bo'lib tanilgan. Ishizakini chaqirdingmi? Men shunchaki o'zimni himoya qildim. Men o'zim ham jang san'atidan xabardorman. Jangda dushman soni ustunligi ishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi. Sudo yolg'iz sizlarni, ayniqsa Ishizakini osongina mag'lub etganiga ishonish juda ham qiyin. Haligi, chunki biz u bilan urushni xohlamagandik. Hattoki urushishi yoki Sudoga javob qaytarishi xohlamay, uni qo'lga olib, jarohatdan qutulib qolishingiz mumkin edi. Sog'lom fikrga o'xshayapti. Sudoga aralashgan hamma ishda sog'lom fikr bo'lmaydi. U juda ham shafqatsiz odam. Bu janjalni ko'rgan bir talaba bor. Guvohni chaqirsak bo'ladimi? Hurmatli guvoh, ismingiz aytolasizmi? Birinchi D sinf Sakura Ayri. Marhamat, o'tiring. Xo'p.
Sakura. Man, hammasini ko'rdim. Siz sinf o'quvchilari birinchi bo'lib sudoga hujum qilishdi. Bunga ishonchim komil. Ismin Sakuramidi? Agar hammasini ko'rgan bo'lsang, nimaga vaqtliroq aytmading? Ana, chunki D sinfidagilar. lekin man rostini aytyapman. Sakura-kun, Sakura Airi-kun. Bilaman sinfindagilar yo'q, suda yolg'on gapirishga majburlagandir, o'zini himoya qilish uchun. Jino'r-san. Sakura bo'ttaligi uni jangni ko'rgani va Sudoni aybsiz ekanligini tasdiqlash mumkinligini ko'rsatadi. Agar bunday bo'lmaganida, u bu yoqqa hattoki yelinsa ham kelmas edi. Bizga soxta guvoh kerak bo'lgan edi. Men boshqa odamni tanlagan bo'lardim. Shunaqa emasmi? Balkim ishonchliligini oshirish uchun. San'atila buni tanlagandirsan. Ishonchlilik. Bunday gaplarni qayerdan olyapsiz? Sakura yolg'on gapirish uchun kelmagan. Balkim ojiz sinfdoshlaringdan foyda olishga harakatni to'xtatarsan. Juda qattiq adashyapsiz. Unga yaxshilab qarasang-chi. Vazifa berib qo'ysang bo'ldi. Dalilim bor. Mana dalilim bor. Marhamat, o'zingga o'zing choq qazvotsan. Bu voqea sodir bo'lgan kuni maxsus binoda bo'lganimi? Isboti. Ob kel. Xo'p. O'sha kuni men rasm tushishi mumkin bo'lgan odam yo'q joyni qidirdim. Buni sanasi ham bor. Raqamli kamerada sana osongina o'zgartirish mumkin. Bu juda ishonchli isbot. Lekin ustoz Sakagami, bu boshqa rasm. Umid qilamanki, o'sha kuni men o'sha yerda bo'lganimga endi ishonasizlar. Rahmat, Sakura. Tushunarli. U yo'da bo'lganliging haqida aldamaganga o'xshaysan, lekin bu bizaga janjalni kim boshlagani haqida hech qanaqa ma'lumot bermaydi. Undan tashqari, bu janjalni to'liq ko'rganligini anglatmaydi. Lekin Murosa taklif qilsam bo'ladimi? murosa dedingizmi? Sizlarda bu rasm bo'lgani bilan lekin aniq ma'lumotlar yo'q. Ammo bu yo'da C sinfi o'quvchilarni ham aybi borga o'xshaydi. Sudoni 2 hafta chetlashtirish va men o'quvchilarimni 1 hafta chetlashtirish. Bunga nima deysizlar? Jazodagi farq jarohatlar uchun deb hisoblaymiz. Dalillarsiz va Sakurani guvohligisiz. Sudoni 1 oy yoki undan ko'proq chetlashadi. Bu yaxshi taklif. Chabashir ustoz, shu taklifimga nima deysiz? Menimcha, kelishuvga erishganga o'xshaysiz. Sakura, to'g'ri ish qilding, barakalla. Unda shunaqa bo'la qolsin. Xo'sh, unda sinfingiz vakili Horikitasan jazo haqida fikr bermoqchimi? Yaxshi. Janjal boshlagan deb gumonlanayotgan Sudo sho'x bo'lganiga qo'shilaman. U hech qachon harakatlari atrofdagilarga zarar berishi mumkinligi haqida o'ylamagan. Bunday holatlar ko'p bo'lgan. Samma! Men shunchaki muammolarni hammasi sana o'zingdaligini tushunishini xohlayapman. U uzr so'rashi kerak, lekin sizlardan emas. U o'zidan kechirim so'rab, kelajagi haqida o'ylashi kerak. Horikita. Hozir biz muhokama qilayotgan muammoga kelsak, men Sudo bu aybsiz ekanligiga ishonaman. Chunki bu maxsus binodagi oddiy baxtsiz hodisa emas edi. Bu siz sinf o'quvchilari tomonidan oldindan o'ylagan puxta reja edi. Sudoni aybsiz deb topishinglarni talab qilaman. Uyushtirilgan reja? Bu qanaqa hazil? Menimcha uning singlisisan. Yo'q, ta'kidlagan edi. Sudo jabrlanuvchi. Iltimos,
Shuni ham hisobga oling. Bu vaziyatda biz jabrlanuvchimiz, u emas. Ovozingni o'chir. O'ylaganimdek bo'ldi. Vaqtim bekorga ketdi. Sizlarning dalillaring bir-biriga qarshi. Bu degani qaysidir taraf yolg'on gapiryapti. Qo'shilaman. C sinfi so'rashga izn bering. O'zingizlarning dalillaring haqqoniyligini ishonch bilan ayta olasizlarmi? Ha, albatta. D sinfi sizlarchi? Shubhasiz. Yaxshi. Ertaga soat 4 da qarorimni e'lon qilaman. Agar siz sinfidan dalillarni olsam yoki siz tomonidan dalil yetishmasa unda istisno qilishim mumkin. Hozircha shu. Imkonimiz bormi? Men yutqazmoqchi emasman. Taslim bo'lmayman. Kechiringlar. Hammasini boshida aytishim kerak edi. Lekin bunday qila olmadim. Yerga qarama, Sakura. Lekin Talabalar kengash xonasi. Hali ham shu yerdamisan? Seni Suzune bilan birga ko'rganimda qanaqadir rejim bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Mani kim deb o'ylayapsiz, prezident? Tashqaridan qaraganda nima? Avvaldan reja tuzib yuradigan odamga o'xshaymanmi? Demak, Suzunening o'zi oxirgacha borishni xohladimi? Bu juda ham ahmoqona g'oya, shunaqami? Ha. Demak, Sakura. Agar isbotlamasang, unda hammasi yolg'on. Sana niqobing bor yo'g'i qalqon. man rostini aytdim. Unga men ishonaman. Tushunarli. Unaqada. Buni isbotlaysan. Yaxshi savol. Yolg'on 3 turga bo'linadi. O'tmishni nazarda tutuvchi, amaldagi yolg'on va oxirgisi kelajakka oid yolg'on.